Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Makkada ochilgan xalqaro islom dunyosi birligi yig'iniga Uyg'ur ulamolar qatnashdi. Saudiya Arabiston podshohi Salman ibn Abdul Azizning riyosatchiligida Saudiya Arabistonning Makka shahrida islom dunyosi birligining o'rinlashtirishi bilan 19-mart kuni shariatning qoida tuzumlari va fikr erkinlik o'tirisidagi iqimlar degan temada ochilgan yig'inga Sharq Turkiston ulamolar birligining raisi Ataullah Shahyar, Muavin raisi Sirajiddin Azizi ve qurg'uchi a'zolaridan Ubul Qosim Ahmadi qatorliqlar taklif bilan qatnashdi. Makkada Podshoh Salmanning tashabbusi bilan islom dunyosidagi olimlar va jamoat arboblari qatnashgan bu yig'in jarayonida Sharq Turkiston ulamolar birligining raisi doktor Ataullah Shahyar boshchiligida bu hay'at dunyoning har qaysi joylaridan kelgan islom olimlari va islomiy tashkilot mas'ullari bilan o'zaro uchrashib, Sharq Turkiston masalasi to'g'risida fikrlashdi va ma'lumot berdi. Undan başqa yana Turkiya Diyanet İşler Başqarmasının reisi Mehmet Görmez bilan ayrim uchrashish elib berilgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlarning diniy ong saviyasini yuqori ko'tarish uchun elib berilayotgan va elib berish tegishli diniy xizmatlar shundaqla Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida keng doirada fikrlar almashtirildi. İslam Dünyası Birliği'nin o'rinlashtirish bilan ochilgan bu yig'in 19-mart kuni boshlangan bo'lib, 21-mart kuni oxirlashadi ekan. Biz bu yig'in to'g'risida texnik ko'p ma'lumotga ega bo'lish uchun bu yig'inga qatnashayotgan Sharqiy Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Sirajiddin Azizi bilan suhbat olib bordik. Diqqatinglar suhbatimizda bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli Sirajiddin Najim. Makka shahrida ochilgan shariatning qoida tuzumlari va fikr erkinligi o'rtasidagi iqimlar degan temada ochilgan xalqaro yig'inga siz taklif bilan qatnashyapsiz. Bu yig'in nima to'g'rida o'tkazildi? Yig'inda qanday masalalar muzokara qilindi? Oldi bilan bu yig'in to'g'risida bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yig'in shu tungan boshlangan. Bugun 3 kun davom qiladi ekan. Bu yig'in shu degandek shu shariatning prinsiplari asosida fikr erkinligi ve o'xshashmagan fikriy iqimlar haqida muzokara bo'layotdi. Bir 30 ga yaqin olim maxsus mushaqda ilmiy maqolalarni yozib uni sundi. Onun qarta har bir yig'inda shu maqolalarga qarta ulamolarning o'xshash bo'lmagan fikrlari muzokara qilindi. Yig'in aytib yaxshi ketyapti. Hürmetlik Sirajiddin Najim bu yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Sharq Turkiston ulamolar birligining raisi doktor Ataullah Shahyar va siz qatnashyapsiz. Hamda Uyg'ur musulmonlarining diniy fikr erkinligiga cheklam qo'yilayotganligi hammamizga ma'lum. Shu yig'inning temasi shu fikr erkinligi va diniy erkinlikka iqimi to'g'risida shuna yaqin bir yig'in ekan. Bu yig'inda shu to'g'rida bir so'z qilg'uchilar bo'ldimi? Ya'ni Uyg'ur musulmonlarining fikr va diniy erkinlik kun tartibga kelgan avval bo'ldimi? Endi shu yig'inga Sharq Turkiston ulamolar birligi nomidan doktor Ataullah qatnashyapti. Men bu birga qatnashdim, hozir bo'ldim. Bu yig'inda shu fikr erkinligi o shariat mizonidagi o'xshash bo'lmagan iqimlar qarta islomning hukmi haqida so'zlanyapti. Bu yig'in siyosiy bo'lmag'ach hech qanday bir davlat tashkilotlarininki ya dunyodagi inson haqlarininki ayak astı buluşu meseleleri karta muayyen bir mesele üstü toxtalmadı. Ama umumi şekilde değil otudu. Bu yığında bizden Uygurlarla alakalık maxsus gap söz hareket bulunmalık. Ama şu Şarkı Türkistan'a vakaleten ulamolar cemiyetiga vakaleten doktor Ataullah Shahyarning qatnashishi şu muhim bo'lgan yeri şu bizga nisbatan. Ama yig'indagi muzokara qilinayotgan masalalar umumiy xarakterlik masalalar bo'lg'achqa, u bir muayyan bir davlat yoki bir millatga xos qilinmoqlik. Bu yig'in 3 kun davom qildi ekan, 19-martdan 21-martgacha. Bu 3 kun jarayonida qanday bir faoliyat olib bormoqchi yoki hozirgacha ba'zi muhim shaxslar bilan uchrashish va Uyg'urlar to'g'risida fikrlashish fursati topildimi? Shu to'g'rida ma'lumot bergan bo'lsangiz. Endi bu umumyüzlük İslam dünyasındaki 200'den artıq xususan bu fiqhi meselede şeriat ahkamları alakalı mutaxassis ulamolarning yig'ilgan yig'ini bo'lg'achqa bizlarmi ko'p foyda oldik. Ya'ni bu bizning vatanimiz İslam dünyasının bir parçası bo'lishi bilan bizlar
Müslüman buluş süpütümüz bilen dünyadaki Müslümanlar bilen takdirimiz bir, gam kaygımız, huşallıkımız emmisi bir. Şu münasebet bilen bu yığınınki ehmiyeti bütün dünya Müslümanlara okşaşlam, Uygur Müslümanlara muhim dep qaraymiz. İnşallah şunda bolsa. Endi şu yığınның 3 günlük jarayonida yığınga qatnaşıp, ulamalar bilen bir tanışıp, fikirleşip qilgan bolundy. Başka bir yeni qılınayotgan faaliyyatlar yok. Hem yığın jarayonida umumyüzlük hemiyetini kelgenler erken fikir bayan qıladigan, ulamalarningki leksiyalarini anlaydigan şu faaliyyatlar bulawatydy. Şunun qarta bu bir umumiy yığın bolgaçqa alayda bizning Uyg'urlar to'g'riliq to'xtaladigan masala bo'lmaydi mencha. Ko'p rahmat aytaman, muvaffaqiyat tilayman.